shunaqa bir marosimda gapiryapsam, oqibat haqida bir yigit kelib aytdiki, "Qora aka, yaqinda biz o'rtog'imiz vafot etdi. Ikkita o'rtog'imiz avariya bo'lishib. Bittasini janozasi 10 ga, bittasini janozasi 2 ga bo'ldi" dedi. Ikkosini ham morgda bitta vaqtda berdi. Bittasini olib kelib, yuvib, kafallab, ishlikka nima qildik? Yo'g'ichiga iltimos qildik. Biz qadrdonmiz, oqibatimiz kuchli edi. Oxirgi ko'rishimiz bo'ladi. Iltimos, bizni chiqarib yormang, oxirigacha turaylik. To'yib olaylik deyishibdi. Ha mayli. 4 ta bola menga yordam beradi, qolganlar devorga suyanib turinglar. Xalaqit bermanglar. Kechikib olishimiz mumkin. Xo'p. Qolgan 4 ta boladan tashqarilar devorga suyanib o'rtog'imizga qarab turib, yotibdi deydi. Xuddi hozir uyg'onib ketadigan deb yotibdi. İçimizda aytyapmiz. Hozir bir seskansa-yu, ko'zi ochilib ketsa-edi. Hozir bir mo'jiza, bir holat bo'lsa-yu, tirilib ketsa-edi, kulgi bo'lib ketardi. Shu yig'i-sig'i, dod-u voy kulgiga aylanib ketardi deb. Lekin afsus, o'lik yotibdi deydi. Hammamiz bir xil o'ylayotgan ekanmiz deydi. O'rtog'imizni deydi, o'limi bizni esankiratib qo'ydi deydi. O'rtog'imizning o'ligiga qarab yotibmiz, turibmiz deydi. Yoshligimizdagi hamma narsa ko'zingiz oldidan o'tar ekan deydi. Billa futbol o'ynaganlarimiz, billa to'palak qilganlarimiz, billa o'yin kulgi qilganlarimiz hammasi o'tdi-da deydi. Hozir turib ketsa deb kutib olib qarab turibmiz. Bir mahal yuvishni boshladik. Siz suv olib keling, siz palon, siz piston deb ustuvoshlar yalang'och qilingan, 1,5 metrlik mato tepasiga yopilgan, suvni olib bordi. Yelkasiga shunday suv quydi, ko'zi ochilib ketdi dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh ko'zini yana yumdi. Yana suv quydi, yana ochilib ketdi. 3-marta quydi ham ochilib ketdi, endi to'xtanglar dedi. Bu o'rtoqlaringiz sizlardan ajragisi kelmayapti. Bir rozi, rizochilik so'rab, xayrlashib tashqariga chiqinglar, keyin yuvamiz, bo'lmasam o'lgimimiz qarang, ko'zi ochilib ketyapti. Hamma bola xayrlashib, rozi, rizochilik so'rab chiqdik. 4 o'rtog'imiz qolishdi. Keyin so'rasa, yo'q, ko'zi ochilmadi keyin deydi. O'lib ham ajramayapti. Biz